Oybek aka, do'konimizga keldingiz, atirlarni eshitib ko'rdingiz. Qanaqa sizga emotsiya berdi aka? Xo'p, menga o'zi birinchi tayyorlanadigan yoki o'zini flakonda kelmaydigan, ya'ni original buyumida kelmaydigan atirlarni bunaqa juda xush ko'rmas edim. O'xshatish olmaydi, hidi o'chib ketadi, spirт ko'p, lekin gap yo'q. Ismiga emas, buchidagi bo'pti. Yoqdi menga hidi. Menga ma'qul bo'ldi bu do'kon. Salom. Aka, servisga qanaqa baho berasiz? Servis birinchi o'chirda lokatsiya, ya'ni S5 da joylashgan. Uni har tomonlama yaqin deb o'ylayman. Kutib olishinglar, xonani harorati, umuman menga barchasi did bilan ishlangan yoqdi. Oybek aka, kuzatuvchilaringizga bemalol tavsiya qila olasizmi? Sizga shu eng yoqqan 3 ta parfyum aytib ketsangiz. Xo'p, yoqqan parfyumlarni aytsam, masalan, Pacific Chill, обязательно yoz Dimination и shu uchinchi taklif qilganingiz bor-ku, Aqua Sapphire. O'sha juda ham yoqdi. Xo'p, kuzatuvchilarga tavsiya berishimdan oldin yana bir narsa so'ramoqchiman. Original atirlarni idishini, ya'ni qutisini o'z joyiga, ya'ni chiqqan kompaniyalarga olib borib, firmalarga olib borib berishgan, uni to'ldirib berishar ekan. Sizlarda ham shunaqa narsa bormi? O'zi odatda chet elga olib chiqishadi. Eng zo'r yo'li bizga olib kelishsa, ishligini tez hal qilib beramiz. Originaldan arzonroq chiqadi, stoykiroq bo'ladi atirlik. Bo'lmasam bizani kuzatib turgan obunachilarga, qadrdonlarga bir yaxshilik qilaylik. Kim shu videoni kelib ko'rsatsa, o'sha insonga chegirma qilib berasiz. Qilib beramiz. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Kelib qolinglar, Buchi do'koni eng zo'r.